Assalomu alaykum mening hurmatli obunachilarim. Men bugun Dembeleni olaman. O'tgan safar ancha bo'libdi qulflaganimga ham ungacha pul yig'ibman. Do'stlar, qaranglar, bu Dembeleni olmoqchiman men. Hozir bir taktikaga qarab chiqaylik. Zo'r, hammasi super. Sifili tarkib yig'amiz hozir do'stlar. Dembeleni sotib olamiz. Go, qani ketdi. Dembele. Bu bolani 87ligini ham olish kerak. Real Madrid formasida juda ajoyib chiqib kelish. Osman Dembele. Va qani ketdik. Dembeleni bunga qo'yib ko'ramiz Kylian o'rniga. Va o'yinchilarni kuchaytirib olamiz. Asosiy ish shu menda. Kuchaytirib olish. Qani bir trenirovkaga olib kiramiz Dembeleni. Go Dembele. Uzoqdan pushkalarni ko'ramiz bu bilan. Tezligi ham a'lo. Zarba Alisson ushlab oldi. Qaranglar, mana shu juda chiroyli. Gol Dembele. Qani go. O'ynab ko'ramiz. Kim yutsa yutadi. Oddiy o'yin botlari bilan bu. Dembeleni olganimiz ham bir tarafdan juda yaxshi bo'ldi. Qara, Dembele ketdi. Voy, qoravoy ketyapti va gol. Osman Dembele 3-raqamda kelibdi do'stlar. Salah oldidan to'pni tutqazib bordi boya. Ko'rgan bo'lsangizlar. Xullas, Dembele yana ketdi. Dembele. Bu bolani to'xtatib bo'lmayapti-ku. Voy degan edim. Xato. Yo'q. Van Dijk. Teo Hernandez bildi shekilli. Bilgani uchun shunaqa ishni qildi. Bo'lmasam umuman qilmasdi bu bola. Ajoyib pas. Dembele uzoqdan zarba. Hozir shu golga aylanib ketishi mumkin edi. Cross. Endi do'stlar, men o'yinchilarimni full qilishim kerak. Bu yerda nima? Nima aybi bor edi Dembeleni? Baravar ham shu bola gol urardi. Qizil ber. Hakam sotilganmi deyman-da shu. Qara. Agar hozir foul bo'lganda aniq sariq yoki boshqa narsa berardi. Dembele xato. Bu bola haqiqatan to'xtatib bo'lmadi. Otamendi. Yiqildi Dembele. Hech taraf so'ramadik. Alisson bilan o'ynaymiz. Zo'r. Birinchi taym o'z yakuniga yetdi. Endi ozroq video ko'ramiz. 5 soniyalik. Yo'q, 5 soniyalikdan ko'p ekan. Uzr o'ynolmayman opa. Nimaga chiqib qolmaydi ikiz? Tavba qildim.
Do'stlar, aytgancha men sizlarga bir gapni aytishim kerak. Men 2011-yil 11-noyabrda tug'ilganman. Rost bu yolg'on emas. Negadir internet yaxshi ishlamayotgani uchun boya videoga X kelmagan menimcha. Hozir. Men dilisiga kirmayapti. Xullas, Dembele juda zo'r o'ynadi do'stlar. Hozir menda ozroq internet qotyapti. O'shaning uchun bugungi videomizni tugatamiz va keyingi safar xuddi shu videoni qo'yaman do'stlar. Yarmini faqat mana kirdi o'zi. Bo'ldi. Endi video ko'r demasa bo'ldi mana. Ulgura olmadi Vini. Chalmay tur. Dembelening o'rniga Mbappeni qo'yamiz. Jay bo'lmasa do'stlar. Ajoyib zarba. Gol bo'lib ketishi mumkin edi. Juda xavfli. Fint. Men qilmadim lekin. Qanaqadir. Alisson. Juda ajoyib save qildi. Va zarba Kylian hozirgina o'yinga tushib gol urmoqda. Ajoyib o'yin bo'lyapti lekin do'stlar bu o'yin 3-0 shuncha o'yinda 4-0 5-0 qilib kelayotgandim. Bu nimagadir Dembele kelgani uchun boshqacha o'tyapti o'yin. Dembele gol, hat-trick. Dembele jon. Men gollarni ko'rib turishni yoqtirmayman. To'g'risini aytaman. Mbappe. Ajoyib gol. Kylian Mbappe. O'tib keta olmadi Dembele. Dawe. Top bilan Dembele. Xato Hakimi qarshi hujumga sabab bo'lishi mumkin va vaqt tugatmoqchimiz. Full time. 5-0 do'stlar. O'yin qahramoni Dembele. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Tushunmadim. Varni. What? Shu bilan do'stlar videomiz yakuniga yetadi. Sizlarga sog'lik, omonlik, xayr. Sizlar bilan Dilis Shaymanov bo'ldi.